Assalomu alaykum, suyumlik anlıqçılar. Muş vaqtыңlar xeyirlik bolsun. Huzuruңlarda bolduğunu Ata-analar əxlaqi inanlıq kitabdan Onalarning adab əxlaqi namlı qismi yaxtırıb anlığaysızlar. Analarning adab əxlaqi. Birinci, balalarınızı intayın etibar bilan tarbiyalang. Ularga yaxshi fazilat, go'zal adab əxlaq o'rgating. Ularning mijoz xarakterini go'zallashtiring. Aql, farosatli qilib tarbiyalang. İkinci, balalarınız köp bolsa, ulardan söyleyin. Ularning yig'lig'anligi, sho'x qilganligi uchun ochiqlanmang. Kulib, iliq chiroy bilan erkiltib, nasihat qilib, xo'shallik bilan tarbiyalang. Uchinchi, ularni issiq suv bilan pat-pat yuyundirib turing ham patga surting. Qat-qat o'rmang, qisib turadigan tar kiyimlarni kiydirib, balalaringizning o'sishiga ta'sir yetkazing. To'rtinchi, balalar yotadigan uy toza xushallik bo'lishi kerak ekanligini esdan chiqarmang. Zarur bo'lmasa, balalarning ustiga qilin, ig'ir narsalarni yoqmang. Beshinchi, eng yaxshisi 6 oygacha sutdan boshqa oziq bermang. Tish chiqishdan avval go'sht yegizmang. Hargiz tomoqni o'zingiz chaynab bermang. 6. Balani emitayotgan mezgillaringizda ustingizning buzilmasligi uchun piyoz, samsa qatorliq narsalarni yeyishdan saqlaning. Bo'libmi spiritli ichimliklarni ichishdan qat'iy saqlaning. İchimlik balaning aql farosati, xarakterining yetilishi va salomatligiga ziyonliq. 7. Balalaringizni haddidan ziyoda erk qilib o'stirmang. Hamma narsani ularning ixtiyoriga tashlab qo'ymang, gap yondirishga o'rgatmang. Ularning oldida o'zingizni yaxshi tuting. Shunday qilsangiz, ularning siz bilan qarshilashmaydi. 8. Ularni yuraklik, qo'rqmas qilib tarbiyalang. Jin olvasi deganga o'xshash bema'ni so'zlarni qilib, ularni kichkinadan qo'rqincha qilib qo'ymang. Ko'p hollarda ba'zi bolalar uyda yetishdan, yor, azgal, zaratga ko'rikdan o'tishdan qo'rqadi. Buning sababi shuki, ularning kichik vaqtida onalari qo'rqitib qo'ygan. Shuning uchun bolalaringizni qo'rqitmay cho'ng qiling.